Aniqli bloger Mittivan, ya'ni Farhod Mannopovning vafot etishiga sababchi bo'lgan diagnoz haqida gaplashamiz. Bu malignant hipertermiya, ya'ni yomon sifatli isitma deb nomlanib, har 100 mingtadan genetik moyilligi bor bitta odamda uchraydi va jarrohlikda qo'llaniladigan ayrim anestetiklar yoki miya relaksantlar ta'sirida yuzaga keladi. 4 marta ekspertiza o'tkazildi. 4 marta ekspertizada ham aniq javob qilib aytilgan, что bunda deylik yomon sifatli gipertermiya kelib chiqqan deb aniq xulosa bergan sudmed ekspertiza. Hozir shu kasallik patogenezini tushuntiraman. Dastlab inson organizmidagi skelet muskuli qisqarishini soddaroq formatda tushuntirib beraman. Tasavvur qilinglar, shu to'rtburchak skelet muskul hujayrasi, mana skeletal muscle cell va uni ichida sarkoplasmik retikulum deb nomlangan tuzilma mavjud. Uni ichida kalsiy ionlari mana zaxiralanadi. Shu sarkoplazmik retikulumda membranasida alohida teshik yoki kanal mavjud bo'lib, ular ryanodin retseptorlari yoki RYR deb qisqartirib aytiladi. Shu retseptorlar orqali kalsiy ionlari ichkaridan mana tashqariga chiqib ketadi. Ya'ni buni ichida, ya'ni pushti rangli shu tuzilmaning ichida kanal mavjud. Tashqariga chiqqan kalsiy shu skelet muskul hujayrasining sitozolida ATF bilan birgalikda aktomiazin kompleksiga ikkalasi borishadida va skelet muskuli qisqarishini, ya'ni contractionni yuzaga keltirishadi. Bu normadagi skelet muskulini qisqarishi. Malignant hipertermiyaga moyilligi bor bemorlarda aynan shu ryanodin retseptorlarida mutatsiya sodir bo'ladi. Uni ko'rinishini eslab qolinglar. Keyingi slaydda malignant hipertermiyada nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Mana e'tibor beramiz, aynan shu ryanodin retseptorlari mutatsiya bo'lgan juda ham kuchli tarzda ifodalangan holatda turibdi va tegishli moddalar ta'sirida, ya'ni operatsiyada qo'llaniladigan izofluran, sevofluran, haloton kabi anestetiklar yoki suksinilxolin deb nomlangan miya relaksantlar yordamida bu ryanodin retseptorlari mutatsiya holatida bo'lib, juda ham kuchli tarzda stimullanib ketadi. Aynan shu dorilarga juda ham sezgir bo'lib qoladi va katta miqdordagi kalsiy ionlarini to'xtovsiz tarzda shu skelet muskul hujayrasini sitozoliga chiqarib yuboradi. Bu yerdagi kalsiy ionlariga miqdorining ko'pligiga e'tibor beringlar. Bu yerda esa ozgina, ya'ni normadagisida ozgina bo'ladi. Patologiyada, aynan malignant hipertermiyada katta miqdorda kalsiy ionlari chiqyapti. Katta miqdordagi kalsiy ionlari katta miqdordagi ATF bilan birgalikda qo'shilib, aynan shu aktomiazin kompleksiga borib, juda ham kuchli tarzda skelet muskulini qisqarishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni contraction keragidan ortiq bo'lishi natijasida skelet muskul hujayralari yorilib ketadi. Bu jarayon rhabdomyolysis deyiladi. Rhabdomyo degani skelet muskul hujayrasi, lizis parchalanish, ya'ni skelet muskul hujayralari parchalanishga uchraydi. Parchalanishi natijasida skelet muskul hujayrasi ichidagi ko'plab kontentlar, ionlar, elektrolitlar qonga, ya'ni hujayra tashqarisiga chiqib ketadi. Mana misol uchun kaliy ionlari tashqariga chiqib ketishi natijasida qonda hiperkalemiya, ya'ni kaliy miqdori normadan ortib ketishi kuzatilib, u o'z navbatida kerakli oqibatlarga olib keladi. Ayniqsa yurak muskullarida tegishli yurak membrana potensialini buzib, aritmiyalarga olib kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam skelet muskul hujayrasi ichidagi miyoglobin oqsili chiqishi natijasida miyoglobinuriya holati kelib chiqadi. Ya'ni siydik orqali miyoglobinning chiqishi, siydikda qizil rangga kirish holati sodir bo'ladi. Miyoglobin oqsili buyraklar uchun toksik, ya'ni nefrotoksik xususiyatga ega bo'lganligi uchun AKI, ya'ni acute kidney injury, o'tkir tarzda buyraklarning zararlanishiga olib keladi. Bundan tashqari ATF juda ham ko'p miqdorda, ya'ni adenozin trifosfat muskul qisqarishi uchun sarflanayotganligi sababli ko'p miqdorda u gidrolizga uchraydi va har gidrolizga uchraganda ko'p miqdorda issiqlik ajraladi. Va bu bemorda temperaturani 38 gradusdan 43 gradusgacha ko'tarilib ketishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham malignant hipertermiya, ya'ni yomon sifatli gipertermiya deyilyapti. Ya'ni temperatura 43 gradusgacha ko'tarilib ketyapti, ko'rib turibsizlar. Va bu gradusda esa organizmimizdagi muhim oqsillar, ya'ni proteinlar yoki fermentlar, ya'ni enzimlar denaturatsiyaga uchrashni boshlaydi. Ya'ni o'zining uchlamchi, to'rtlamchi strukturalarini buzilishiga va uni oqibatida funksiyasini yo'qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, har muskul qisqarganda modda almashinuvi jarayoni tobora jadallashganligi uchun karbonat angidrid ko'p miqdorda qonga chiqadi va hiperkapniya holati kelib chiqadi. Boshqacha qilib aytganda, bu kislota tabiatli modda bo'lganligi uchun atsidoz holati va unga aloqador alohida o'zgarishlar kelib chiqadi. Malignant hipertermiyadagi asosiy patologiyalar shundan iborat. Asosiy muammo qayerda bo'lar ekan? Mana bu retseptorlarda mutatsiya sodir bo'lishida va ushbu moddalar ta'sirida kuchli stimullanishga uchrab, ko'p miqdordagi kalsiyni to'xtovsiz tarzda shu sitozolga chiqarishida sodir bo'lar ekan. Bunga yagona chora mavjud, bu dantrolen dorisi hisoblanadi. Aynan shu dantrolen dorisi ryanodin retseptorlarini bloklash xususiyatiga ega.
ya'ni yagona dori bo'lib hisoblanar ekan. Bu dantrolin yuqoridagi mutatsiyaga uchragan ryanodin retseptorlarini bloklash xususiyatiga ega ekan. Bemorning bu kasallikka moyilligi bormi, yo'qmi, buni aniqlash uchun operatsiyadan avval genetik test yoki muskul biopsiyasi o'tkazilishi kerak. Bu diagnoz juda ham noyob bo'lganligi uchun skrining tekshiruvlari afsuski har doim ham qilinmaydi, hattoki Amerikada ham. Yuqorida aytilganidek, malignant hipertermiyaning yagona chorasi dantrolin preparati bo'lib, u hali O'zbekiston Sog'liqni saqlash tizimida registratsiya qilinmagan, ya'ni bizda davlatda mavjud emas.